Audio Jungle. Audio Jungle. Rossiya 2024-yildan beri birinchi marta Ukraina bilan urushda hududlarni yo'qota boshladi. Aprel oyida Rossiya qo'shinlari Ukraina bilan urushda 116 kvadrat kilometr hudud ustidan nazoratni yo'qotdi deb hisoblamoqda Amerikaning Urushni o'rganish instituti. Tahlilchilarning fikricha, bu 2024-yil avgust oyida Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatiga bostirib kirganidan beri birinchi marta sodir bo'ldi. Gap faqat amalda ushlab turilgan hududlar haqida ketmoqda. Qo'shinlar vaqtincha mustahkamlanmasdan kirishi mumkin bo'lgan hududlar bundan mustasno. Shu bilan birga Rossiya armiyasining hujum suratlari pasayishda davom etmoqda deya ta'kidlaydi ICV. Agar 2025-yil boshida u kuniga o'rtacha 9,76 kvadrat kilometrga ko'tarilgan bo'lsa, 2026-yilning dastlabki 4 oyida bu ko'rsatkich 2,9 kvadrat kilometrni tashkil etdi. So'nggi 6 oy ichida Rossiya 1443,35 kvadrat kilometr hududni egalladi. Bir yil avval xuddi shu davrda 2368,38 kvadrat kilometr edi. ICV Rossiyaning hujum sur'atlarining pasayishini Ukrainaning quruqlikdagi qarshi hujumlari va dronlardan faol foydalanishni o'z ichiga olgan o'rta masofali zarbalari bilan izohlaydi. Bundan tashqari, Ukraina hududida Starlink terminallaridan foydalanish imkoniyatining yo'qolishi va Telegram ilovasining bloklanishi Rossiya armiyasining boshqaruv va aloqa bilan bog'liq muammolarni yanada kuchaytirgan. Hujumning borishiga ob-havo ham ta'sir ko'rsatadi. 2025-26 yillar qishi o'tgan yilga nisbatan sovuqroq va namroq bo'ldi. Bu esa yomg'irlar va qorlarning erishi tufayli texnikalarning harakatlanish sharoitlari keskin yomonlashadigan bahorgi yo'lsizlik ta'sirini kuchaytirdi. Shu bilan birga 2025-yil kuzidan boshlab Rossiya qo'shinlari hududlarni to'liq egallamasdan kichik guruhlar bilan ularga kirish taktikasini faol qo'llay boshladi. ICV ma'lumotlariga ko'ra, Mudofaa vazirligi bunday operatsiyalardan frontning barcha yo'nalishlarida siljish ko'rinishini va Kreml uchun muvaffaqiyatlar to'g'risidagi hisobotlarni yaratish uchun foydalanadi. Amalda esa ushbu hududlarning ko'pchiligi bahsli bo'lib qolmoqda va har ikki tomondan doimiy ravishda o'qqa tutilyapti. ICV ma'lumotlariga ko'ra, aprel oyida Rossiya atigi 28,28 kvadrat kilometrga, so'nggi 6 oy ichida esa jami 1716,42 kvadrat kilometrga siljiy olgan yoki kirib borgan. Biroq uning haqiqiy nazorati ostidagi hudud 1443,35 kvadrat kilometrni tashkil etadi.